Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi, omonmisizlar? Yana Nodiraxon opani xonadonidan mana yangi lavhalar. Bu mana Bibisora Nodiraxon opani nevarasi, ha? Sochlarini kesdiga bu chiroyli qilib, ha? Sizlar yozib bir yangi qish yangiligi bor. Iloji boricha, yo'q, loy ekan. Iloji boricha mana pastga tushyapmiz, qulqunoylarimiz уже gulini to'kib meva qildi. Bu mini rozalar shotlandskiy. Hozir turib turing. O qarang. Mana bekinganlari bor ekan ichida. Xullas g'ij-bij qulqunoy. O ko'rishlaring mumkin. Pomidorlarni ekdik, bolgariskiy, baqlajon, karam, mana bu yoqda rayhona yangilik bor mana. Bu xumni Salohiddin biladi. Qanday kelib qolganini. Go'zal holatda, yarmi tagida turibdi, ichida oltinlari bilan endi. Hozir mana karomlar. Bu yoqda mana bolgarskiylar. Bu yoqqa badring ekmoqchimiz. Har yilgidaqa. Bu mana anjirlarni qarang, katta-katta bo'lib ketgan. Mana shu kichkinagina, mana shu 2 ta 3 ta shoxli anjirning ichida 100 ta ham anjirimiz bor mana. Mana shu yerda o'zida ham mana ko'rishimiz mumkin qulqunoylarni. Buni qarang. Mana. O mana. U yoqlarda ham yana ko'p. Bu tomonda ham qulqunoylar bor mana. Bunaqasiga ham yarim qulqunoy. Hozir olamizda. Buni qarang. Endi hali har safar aytganimizdek qo'yib boraveramiz. Ketma-ketligida. Pishish jarayoni, ekilish jarayoni. Hozir avvalgi videolarimizda ko'rgansizlar, bilasizlar. Haligi qay holatda edi, endi hozir qay holatda degan jarayonlar. Mana. Qani ko'rsatchi. Qani otchi, tushib turibdi otchi. Mana. Bu yerda ham bor ekan, ha? Pishgan deymizmi? Mana. Xullas o'rtoqlar, shunaqa yaxshi qulqunoylar bo'lyapti. Endi hali uyingizni olib deganingiz boshqa ekan. Tavsiya qilaman sizlarga. Ekinglar, bodom bor mana. Qulqunoy mana bu yoqda ham bor. Mana shu tagi to'la qulqunoy mana. Bu yerda bil o'rik yo'q. Sovuq urdi shekilli o'rik. Mana. Bunda mana o'smalar ekilgan edi. Xabarlar o'tgan videoda aytgandik, o'sha o'smalar mana chiqishni boshladi. Suv quyib turilibdi alohida. Mana bu jonivorlar uchun alohida o'sma yeydiganlar bular endi. Ko'rmaysizmi qiladi. Xumni ichida mana oltin bor endi. Shunaqa gaplar. Yaxshilar, charchamanglar.